Bo'ldi, Alisher aka chiqib kelishdi, Buxoro fan klubida qolasiz. Alisher aka Assalomu alaykum. Qo'shniga sizlikchini berasiz. Futbol muxlislari. Ketdik Kamalni TV telekanalida O'zbekiston Super Ligasi bahslari davom etadi. Davom etadi bu yog'iga Jahon chempionati paytida Alisher aka qolasiz, Qo'shniga qolasiz. Chempionatimiz uchrashuvlari Ahmad golni o'tolmayman, kopto'g'ri. tarzda qolgan joyidan endi davom ettiriladi. Qo'shniga qolasiz. Biz Jahon chempionati davrida har kuni futbol bahslarini ko'rib, o'rganib va Sherzod aka Neftchi o'yinchi bilan ketasiz sekin. Kuzatib ketasiz. Tanaffusda Super Liga bizni zeriktirib qo'ydi. O'tirishing. Va markaziy bahs bilan uchrashuvlar start olyapti. 12-chi jadval peshqadami Neftchi klubi bugun aynan o'sha jadvalda yetakchilar qatorida borayotgan Buxoro klubiga qarshi bahs olib boradi. Sherzod aka Demak do'stlar, Sherzod aka sekin o'yinni ko'rishimiz so'rash bo'lgandan keyin kun doirasida 3 ta o'yin Sherzod aka so'rash bo'lgandan keyin hammasi rasm tushishga yuboradi, tanga tashlamaydi. 0:00 da boshlanmoqda. Bunyodkor Nasaf Olimpiya stadionida Nasrulloh Nurdavlat sport telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Xorazm O'pshiga Ahmad Ber Neftchi sostavi mehmoni bo'ladi. Neftchi sostav. Uchrashuv yozmalangan holda sizga taqdim etiladi. Bizga esa ikki jamoa murabbiylari va tarkiblar namoyish etib berilmoqda. Tangadan keyin Neftchi shubhasiz Ahmad Berboldingmi to'y? Chempionatimizning eng yulduzli va eng kuchli jamoalaridan biri. Tarkib nuqtai nazaridan deyarli har bir pozitsiyada ikkitadan yaxshi futbolchilar bor. Buxoro esa mavsum oldidan zo'r seleksiya ishlarini olib bordi. Sherzod aka o'tgan mavsum tekisroq. Jamoani qabul qilib olgan Aleksandr Xamikov qo'l ostida ajoyib natijalar Sherzod aka tekisroq yetib bordi va bu mavsumda ko'ryapmizki, Xamikov yanada yaxshi ko'rsatkichlarni yuqori pog'onalar uchun kurash olib bormoqchi. Demak, uchrashuvni boshqarib boradigan hakamlar jamoasi namoyish etib berilmoqda. Rasmga tushamiz. Bosh hakam Alisher Usmonov hamda Baxtiyor Xo'ja Shavkatovlar. Unga qanotlarda To'g'ri, Ahmad shoshmaydi. Nurbek Sheraliyev, zaxira hakami, hakamlar nazoratchisi Aleksandr Popov. O'pshiga o'tdim. Srazi komissar Jalolxon Nabiyodi bergan narsalarim bor. Varda Askar Nasrulloh ikkitalik berasiz. Bo'ldi, Nurdavlat 8 talik ber. Nurdavlat 2 talik tarkibi. Darvoqe Buxoro beradigan narsa. Mana shu yozgi transfer oynasi ochildi. Nasrulloh Buxoro sizga kerak. Ikki nafar futbolchi bilan allaqachon Sraz varni beraman, to'y. Islom Baratov hamda Azizxon Isoqov. Ahmad Berboldingmi? Buxoro futbolchisiga aylanishdi bugun. Demak, ketdi mana Varxona. Ulardan biri esa qaydnomaga kiritilgani. Katta o'yinga ishlaymiz. Va yana bir jihat. 5 Nurdavlat. Neftchida ham Nasrulloh Jahon chempionatida ishtirok etib kelgan yigitlari bor. Nasrulloh vardan oldi. Endi aksariyat Botir aka shin. Ko'pchilik Botir aka yuziga chiqib berasiz. Bir nechta futbolchilar 3 Ahmad Buxoro safida esa Sherzod esa. Nasrulloh qani boygi planlar. Nurdavlat, sen Neftchini, Nasrulloh Buxoro. Tezlashgach jamoaning yig'inlarida to'liq ishtirok etishgani yo'q, hali to'liq. Sherzod aka studiya bor. Hech qanchalik to'g'ri bilmadim. Jamoa bilan o'yinlarga tayyorgarlik ko'rmagani uchun balki zaxirada qoldirishni ma'qul ko'rgan Xamikov hamda Islombek Ismoilovlar. Men aytib o'tdim, Buxoroda ikkita transfer bo'ldi deb. Neftchida ham ikkita transfer, ammo ular futbolchilar emas, Neftchi murabbiylar shtabi kuchaytirildi. Argentina futbol maktabi vakili Juan Cruzjil Islombek Ismoilovga yordamchi sifatida taklif etildi. Jismoniy tayyorgarlik va analitika bo'yicha Neftchi klubida ishlaydi va Alisher kerak emas. Aynan Neftchining o'zi e'lon qilganda hech qayerda uchratmadim, lekin terma jamoamizda ketdik, boshladik. faoliyat olib borgan